Bolalarning o'qish jarayonidagi bosimlari katta. Fikrini jamlash tobora susayib ketmoqda. Mobil telefonlari esa har doim qo'llarida va bu ko'rish qobiliyatini ham tushirmoqda. Nima qilish kerak? Siz kutgan mahsulot keldi. Boks ustuni uyda o'ynash uchun va qolaversa, bolalarning har tomonlama qobiliyatlarini rivojlantirishi mumkin. Ular qancha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar, uyda o'zlari mustaqil o'ynashlari mumkin. Shuningdek, o'z farzandlari bilan vaqtni maroqli o'tkazishni istagan ota-onalar uchun ajoyib mahsulot. Ekologik toza materiallardan tayyorlangan. U sizga turli bosimlardan chiqishingizga yordam beradi va 360 darajali elastik mahsulot bo'lib, shovqinsiz hisoblanadi va bu orqali farzandingiz endi qo'shnilar tinchligini buzishidan xavotir olmasalar bo'ladi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va ushbu boks ustunini atiga 129 ming so'm evaziga xarid qiling va sovg'a sifatida boks qo'lqoplarini ham qo'lga kiriting. Birinchi 50 nafar omadli xaridorlarga bepul futbol kaptogi sovg'a qilinadi. Bu esa bolalarning bolalik hayotini yanada boy va baxtga to'la qiladi. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, buyurtma bering. Ushbu boks ustuni barcha turdagi pollarga mos keladi va bolalarning qo'l, ko'zini muvofiqlashtirishni va diqqatni jamlashga yordam beradi. O'rnatish juda oddiy. Pastki qopqoqni ochasiz va uni suv bilan to'ldirasiz. Suvni to'ldirgandan so'ng qopqog'ini buraysiz. Havo teshigini topib va uni yopasiz. Ushbu futbol to'pi import qilingan materiallardan ishlab chiqarilgan bo'lib, FIFA standartlariga to'liq mos ravishda ishlab chiqarilgan. Bardoshli va elastikka ega futbol maydoni yoki tosh yer bo'ladimi? U turli sharoitlarga moslashishi mumkin. Boks ustunlari va futbol o'ynashi jismoniy holatini mashq qilish va bolalarni yanada quvnoq qilish uchun ayni muddaodir. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va ushbu boks ustunini va futbol to'pini atiga 129 ming so'm evaziga xarid qiling. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, buyurtma bering.